hamma nimadir ish bo'lgandan keyin internetga chiqib boshida rosa qiynalganmiz, boshida bir sim pulsiz boshlaganmiz, suvda bo'lmagan, u bo'lmagan. Okalar, ishonasizlarmi, menda umuman qiyinchilik bo'lmagan. Hamma narsa bor, ferma tayyor, qo'y tayyor. Pulni ham akamgilardan olib boshlaganman, ko'pchilik biladi. Hamma qiynalgan, hamma, biron bir odam yo'q qiynalmagan, odam yo'q, hamma qiynalgan. O'zi boshida hamma ish qiyin bo'ladi. Sekin bo'ladi. U qiyinchilik emas-da erkak kishiga. Suvda bo'lmasligi, puli qolmasligi qiyinchilik emas. Haqiqiy qiyinchilik o'zi erkak kishiga bilinar ekan, ota-onasi o'lgandan keyin. Shu haqiqiy qiyinchilik. Bu qolgan narsalar qiyinchilik emas, o'tib ketadi boshqa. U hamma narsani hal qilsa bo'ladi. Hamma qiyinchilikni hal qilsa bo'ladi. Tem bo'lib qiyinchilikda bo'lmaydi. Lekin ota-ona yo'qotgandan keyin erkak kishi haqiqiy qiyinchilik boshlanar ekan. Hamma narsangiz bo'lsa ham qanaqadir ko'nglingiz to'lmaydi. Misol uchun mingta qo'yim bo'lmaydi mana. Oldimda otam bo'lmasalar tatimaydi. Shuncha remont qilaman, boshqa qilaman, unaqa qilaman. Nimadir kayf bermaydi okalar. Nimadir tushuntirib bera olmayman.